Mana mashinamiz 2021-yil ishlab chiqarilgan Gentra. Mana zapaskalari qo'yilmagan ekan, qo'ydik hozir. Mana holatlari ideal bo'lgan, urilmasdan oldin. Mana mashinamizda tashqi ko'rinishi. Mana bu taraflari yaxshi holatga turibdi. Diskiya balonlari ham yangi ekan. Xo'sh, bu mashinamiz mana to'xtab turgan mashinaga urilgan. Mana bunga keyin salon qismlarini ko'rsatamiz. Mana salon qismlari o'tgan holi. Salafonlar bilan turibdi. Salon holatlari yaxshi ekan. Mana oldin kirilosi. Hech narsa bo'lmagan ekan, o'chirib qo'ydik. Mashinamizning ichki qismiga metan gazlari bor, ona qo'lqoplari. Ishlari zo'r holatda ekan. Mashinamizda endi ishini boshlaymiz buni.